فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Bas ey Muhammad, sabr qiling, zero Allohning va'dasi haqdir. Bas agar biz sizga o'sha kofirlarga va'da qilayotgan azobdan ayrimlarini ko'rsatsak yoki sizni azob tushishidan oldin vafot ettirsak ham bas ular faqat o'zimizga qaytarilurlar. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Biz sizdan oldin ko'p payg'ambarlarni yuborgandirmiz. Ulardan biz sizga qissasini aytganimiz ham bor, yana ulardan biz sizga qissasini aytmaganimiz ham bordir. Biror payg'ambarga Allohning iznisiz biror mo'jiza keltirish joiz emas. Bas qachonki Allohning amri kelgach, haqqoniy hukm qilinur va o'shanda buzg'unchilar ziyon ko'rgaylar. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. Allah sizlar uchun hayvonlardan ba'zilarini minishlaringiz uchun va ba'zilarini yeyishlaringiz uchun paydo qildi. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Sizlarga ulardan ko'p foydalar bordir. U hayvonlar sizlar ularning ustida dillaringizdagi hojatlaringizga yetishishlaringiz uchun ham yaratilgandirlar. Sizlarni quruqlikda o'sha hayvonlar ustida va dengizlarda esa kemalarda eltib qo'yilur. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Allah sizlarga o'z alomatlarini ko'rsatur. Bas sizlar Allohning qaysi alomatlarini inkor qilursiz? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Axir ular yer yuzida sayr qilishib, o'zlaridan avvalgilarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi? Ular ko'proq hamda kuch-quvvat va yerdagi osori atiqalari jihatidan ulardan zo'rroq edilar. Ammo ularga orttirgan narsalari asqotgani yo'q. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Chunki ularga payg'ambarlari hujjatlarni keltirganlarida ular o'zlarining oldilaridagi dunyoviy bilimlari bilan shodlandilar.
ularni o'zlari yo'q narsa deb masxara qilib yurgan azob o'rab oldi. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. Bas qachonki ular bizning azobimizni ko'rishgach, yakka Allohga iymon keltirdik va ilgari Allohga sherik qilib olgan narsa butlarimizga kofir bo'ldik dedilar. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Lekin bizning azobimizni ko'rgan vaqtdagi iymonlari ularga foyda beruvchi bo'lmadi. Bu Allohning barcha bandalari haqida joriy qilgan yo'lidir. O'shanda iymonlari qabul bo'lmagach, kofirlar ziyon ko'rdilar.